Tug'ruqdan keyingi davr, biokimyoviy bo'ron va tiklanish. Tug'ruqdan keyin ayol organizmi inson hayotidagi eng keskin o'zgarishlardan birini boshdan kechiradi. Estrogen va progesteron darajasi 1000% dan ko'proqqa tushib ketadi. Bu shunchaki hissiyotlar emas, bu haqiqiy biokimyoviy jarohatdir. Biz marafonchilarning stressni yengib o'tishiga yoki sovuq suvda chiniquvchilarning qisqa muddatli gormonal shokka chidamliligiga qoyil qolamiz. Ammo tug'ruqdan keyingi davrdagi ona bundan 1000 marta kuchliroq gormonal o'zgarishni boshdan kechiradi va shu bilan birga har 2 soatda chaqaloqni emizadi. Biologik o'zgarishlar, eng keskin pasayish. Inson biologiyasida tug'ruqdan keyingi gormonlar kabi tez tushadigan boshqa narsa yo'q. Estrogen va progesteron. Estrogen homiladorlikning eng yuqori nuqtasidan deyarli 0 gacha tushadi. Progesteron esa 1000% dan ko'proqqa kamayadi. Endokrin tizim. Organizm homiladorlik jarayonlarini to'xtatib, laktatsiyani, sut ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun o'zini qayta dasturlaydi. Uyqusizlik va jismoniy yuklama. 2-haftaning oxiriga kelib, yosh ona kuniga o'rtacha 4 soat uxlaydi va bu uyqu ham doimiy ravishda bo'linadi. Ma'lumot uchun, maxsus topshiriqli bo'linma askarlarda aynan shunday uyqusizlik darajasida gallyutsinatsiyalar, uyqusashdagi hayolotlar boshlanadi. Organizm bunday og'ir yuklamaga qanday chidaydi? U o'z kimyosini qaytadan yozadi. Har bir hujayra minimal energiya bilan yashashga moslashadi. Sut ishlab chiqarish va to'qimalarni tiklash uchun organizm suyaklardan kalsiyni, qondan temirni va barcha mavjud zaxiralardan ozuqa moddalarini tortib oladi. U shunchaki charchamagan, u bo'sh bak bilan ishlayotgan tizimdir. Atrofdagilar qanday yordam berishi mumkin? Haqiqiy qo'llab-quvvatlash har bir lahzadan zavqlan, deyish emas, balki tiklanish uchun sharoit yaratib berishdir. Tungi navbatchilik. Ona kamida 4 soat uzluksiz uxlash uchun kechasi bolaga qarash mas'uliyatini oling. Ro'zg'or ishlari, ovqat tayyorlash, kir yuvish, uy tozalash va xaridlarni o'z zimmangizga oling. Mehmonlarni nazorat qilish. Tashrif buyuruvchilar oqimini cheklang. Tug'ruqdan keyingi davr tabiiy jarayon. Ammo tabiiy degan og'riqsiz yoki oson degani emas. Onaning salomatligini qadrlash orqali biz u tarbiyalayotgan butun bir avlodni himoya qilgan bo'lamiz.